Oscarga emas, Oskar ularga loyiq bo'lmagan aktyorlar. Jim Kerri. Ko'pchilik uni komediya ustasi sifatida biladi, lekin uning Truman Show filmidagi ijrosi shunchaki ajoyib. U yerda nafaqat komediya, balki kuchli dramatik aktyorlik mahorati ham ko'rsatilgan. Ko'pchilik muxlislar aynan o'sha yilda Oskar mukofoti Jim Kerriga berilishi kerak deb hisoblaydi. Keanu Reeves. Matrica va John Wick filmlari orqali butun boshli kino industriyasini o'zgartirib yuborgan aktyor. Lekin shunga qaramasdan u hattoki Oscarga nominatsiya ham bo'lmagan. Tom Cruise. Bu ismni eshitganda ko'z oldingizdan ko'plab ajoyib filmlar o'tadi. Top Gun Maverick bilan yaqinda esa kinoteatrlarni yana hayotga qaytardi. U 3 marotaba Oscarga nominatsiya bo'lgan, lekin biror marta g'olib chiqmagan. Ha, aytgancha unga 2025-yilda faxriy Oskar mukofoti topshirildi. Loyiq aktyor. Keyingi aktyorni aytishimdan oldin sahifamga obuna bo'ling. Jonni Depp. Karib dengizi qaroqchilaridagi Jek Chittak personaji kino tarixidagi eng mashhur obrazlardan biri hisoblanadi. Nafaqat bu film, uning ko'plab boshqa ajoyib filmlari bor. Bu haqida alohida video ham qilganmiz. Lekin shunga qaramasdan bu filmlar uning Oskar mukofotini qo'lga kiritishiga yetarli bo'lmagan. Siz yana bu ro'yxatga kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Izohlarda qoldiring.